Bugun sizlar bilan gaplashadigan mavzuyimiz bayerlarni daromad qilish yo'llari haqida bo'ladi. Bayerlar uchun o'zi eng zo'r shu tovar zakaz qilib pul ishlasa bo'ladigan mamlakatlar qaysilar? Bunga kiradi Turkiya, Amerika, Xitoy, Germaniya va Angliya. Nimaga Turkiya? Chunki bozorimizni deyarli yarmini Turkiya bilan Xitoy mahsulotlari egallab olgan. Qat'iy qarasanglar, o'sha aholi uchga bo'linib qolgan. Masalan, kimdir O'zbekiston tovarini yaxshi ko'radi, kimdir o'sha budjetning tovar xohlaganlar O'zbekistonnikini, kimdir Xitoynikini, kimdir Turkiyanikini. Faqat shu. Tovarlar ham, detskiy tovarlar ham faqat shu anaqalarda sotiladi, davlatlarniki bo'yicha sotiladi. O'shaning uchun bu davlatlar kerak. Amerika nimaga kerak? Ko'pchilik hozir vitaminlar olib kelishi juda ham rivojlanmoqda. Qatga qaramang, qaysi doktorga bormang, agar u yaxshi doktor bo'lsa, albatta uni retseptlarining orasida vitaminlar ham yozilgan bo'ladi. O'shaning uchun bu soha ham oxirgi 2-3 yil ichida juda ham rivojlandi. Shu ko'pchilik vitaminlar olib keltirib sotishni boshladi. Germaniyani ham tovarlari bilasizlar, juda ham zo'r. Kiyimlarimi, masalan, yerda ham Germaniyada ham germanskiy vitaminlar juda ham zo'r hozir olib keltirib sotishyapti. Va uning sredstvalari ham oshxona uchun, uy uchun sredstvalari ham juda ham zo'r. Angliya bo'yicha ham, yerda ham Angliyani o'zini o'sha vitaminlari bor. Masalan, mini drops hozir ko'pchilik ichiradi bolasiga. Va Angliyani ham detskiy brend kiyimlari zo'r. Undan tashqari kattalar uchun juda ham zo'r saytlari mavjud. Endi bugungi darsimizda yana mijoz topish yo'llarini ham sizlar o'rganasizlar. Har bitta bayer bo'lgandan keyin mijozni qanaqa qilib o'ziga jalb qilishni bilishi kerak. Xo'p, bayerlikda va onlayn shopda oyiga $1000 daromad topishi sizlarga qadamma-qadam nima qilsa, nimadan keyin, qaysi etapdan keyin qaysi ish qilinsa, o'shanda sekin-sekin siz daromadga chiqasiz.